Assalomu alaykum, sevimli sizlar qanaqalar yaxshimi? Hammanglar sho'xtanlar xayrlik bo'lsin. Biz o'qiyotgan Hayotdagi ovchining og'uzlari nomli kitobni o'qishni davomlashtiramiz. Bu kitob qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov bilan qozoq shoiri Muxtor Shahonov o'rtasidagi suhbatlar asosida yozilgan kitob. Birinchi, ikkinchi, uchinchi boblarni tugatdik. Bugun to'rtinchi bobni boshlaymiz. Yana deb o'tib kelsam, birinchi bobdagi suhbatlar asosan o'zining vatani, tug'ilgan yurti, shu boshdan kechirgan tarixlari, oilasi, ota-bovasi, ajdodlarga aloqador mazmunlar. Ikkinchisi, o'zininki millatidagi, o'zining qavmidagi kishilarga ta'sir ko'rsatgan dangliq yozuvchilar, san'atkorlar va shundoq polvonlar, botirlar degandeklar. Hamda uchinchi bobida asosliq sadizm haqidagi, zo'ravonlik haqidagi, buning ziyni, qanday oldini olamiz degandek mushtaq narsalar haqidagi suhbatlari. Hamda to'rtinchi bobga keldik. O'qishni davomlashtiramiz. To'rtinchi bob. Hokimiyat bilan ro'yat va bu ikki qurolning podsholar, xonlar, korollar ham zungtunlar taqdiridagi ko'rinishlari. Hokimiyat ustida o'ltirish xuddi har vaqt yangnining uchida, qilishning bisida o'ltirgandek ba'zi mushkul ish. Ba'zida bir uyning mo'risidan tutun chiqarib o'ltirgan bir tuqqanlarmi fikr birlikka kelanmay yoq yirtishib qoladi. Butun davlatning tizginini tutib, turli tabiiy xalqlarning beshini bir qilib o'rtaq bog'lanishni tepish, birlikni saqlash, ichki tashqi siyosatni muqimlashtirish, madaniyat kuchini oshirish har qanday rahbarning qo'lidan kelavermaydigan mushaqqatlik ham oliyjanob xizmat. Chingiz Aytmatov. Almaz qilish tarzda xalq degan, tutquchilar oz uni qadr bilan. Bilab turish bir hunar, ishlatishmi bir hunar, salla qo'ldan chiqarsang, o'z beshingga tanlanar. Muxtor Shahonov. Shahonov. 200 milliondan ortiq xalqni bir shuarning ostida o'rtaq bir siyosiy ko'zqarash bilan tutib kelgan Sovet ittifoqi oradan 70 yildan ortiq vaqt o'tganda butunlay parchalanib, o'z oldiga egilik huquqi tiklagan 15 davlatga aylandi. Bu sonning ko'payishimi turgan gap. Aytmatov. Endi masalan, mustaqillik ega bo'lgan O'rta Osiyo jumhuriyatlari ijtimoiy munosabatlarning yangi qurilmasida qaysi darajada taraqqiy qilib, hokimiyat bilan demokratiyani qaysi tariqada ilib berish kerak degan yerga taqilib turibdi. Endi bular shu yangidan tug'ilgan taychoqdek tug'an. Shu vaqtdagi mustaqillik bo'lgan O'rta Osiyo jumhuriyatlari degan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Turkmaniston shular bor, shularni ko'z tutyapti demdi. Qanday qilamiz? Mushaqda paranglar bo'lindi ekanda demak bu bobda. Shahonov. Shundoq. Armonimizga aylangan mustaqillikka erishdik. Ilgari ittifoq hukumati vaqtida birsida yo'qni ikkinchisidan ilib mardlik bilan qozonda qaynayotgan ittifoqdosh jumhuriyatlar ayrim davlat atalgandan keyin iqtisodiy krizis patqiga petib qoldi. O'rtaq zapchas kirakdan chiqib, har kim o'zining topgan tagini bilan kun o'tkazishga boshladi. Masalan, kundalik turmushda davomli ishlatilayotgan mashinaning bir zapchasi O'zbekistonda, bir zapchasi Ukrainada, bir zapchasi Belarusiyada, bir zapchasi Rossiyada ishlab chiqarilgan. Ammo Qozog'istonda Mendeleyev jadvaldagi qizilma boyliqlarning hammasi to'liq bor bo'lsa-mu, uni ayirish, pishiqlab ishlash, ya'ni tayyor mahsulot qilib chiqaradigan zavodlar boshqa jumhuriyatlarda endi mana bir-birimiz yashamaydi, bir-birimizsiz yashamaydigan, odamning sonsiz qon tomirlaridek chirmishib chetishib ketgan ashu bog'lanishlarning yo'li uzilibdi. Mustaqillikqa erishgan har bir davlat qahatchilikka qoldi. Hozir shu davlatlar birlashib yashashning turli amallarini izlamoqda. Aytmatov. Iqtisodiy munosabatning o'zgarishiga ergishib, ro'yitimiz cho'ldarashga boshladi. Yaxshilanar emas. Sovet ittifoqi hukumati vaqtida go'zal san'atning hamma turlari, tashviqot, nasihat quroliga aylanib, alohida taraqqiy topdi. Sezgur tekshiruvchilarga ega sotsialistik realizmning tor chambiriga siqib ujuqtirdi degan bilan davlatlik nashriyotlar tartibli xizmat ishlab, paslik matbuotlar to'xtovsiz chiqib turdi. Siyosiy boshpanadan ayrilib qolgandan keyin davlat nashriyot o'rinlarini, gezish jurnallarni ilgirkidek xomchot hisobidan iqtisod bilan ta'minlashni to'xtatdi. Bozor egiligining keskin talabi shu. O'z qo'ling o'zingga yetmasa, savdo akulasining qurboniga aylanasan. Natijada kitob do'konlari bilan yayın bozorlarini mazasiz chakana, razvedka to'plamlari, odam o'ldirish, bulangchilik va zo'ravonlikning netjam bir xillarini ilib va o'rgatgandek hejilab tushundiradigan bema'ni kitoblar qoplab ketdi. Bu nima degan o'zbishimchilik deb kimning yoqasiga esilasan? Chunki xalqimiz demokratik taraqqiyot yo'liga qarab mangdi. To'g'ri.
Buningimi ko'ndik. Biroq heliqidek tuturuqsiz qo'g'lab tutish, isib o'ltirishlarni ezib o'chirish tashviq qilingan kitoblardan dars olgan avlodlarga nisbatan o'tkinchi davrning ko'rinishlari degan taqdirdami yana cho'nqur qayg'urishga tegishlik. Şahanov. Bayqadыңызмыкен, milliy tarbiya qurollarini cho'rib tashlavidiq. Ijtimoiy psixologiya shu zamonla o'zgarib ketdi. Ilgari palonchi kitobni, po'konchi kitobni o'qidim deb tangtishlarining oldida maqtindigan o'smirlarning og'zidan hozir 5 so'mlik narsani bo'yab 10 so'mga o'tkazdim deganini eslasak, ancha hayron qolmaymiz. Zamonga loyiq odam zamonga loyiq odami bo'ladi, ularni ayblagili bo'lmaydi. Demisimi xalqning xalqliqni tonutquchi ro'yi boyliqining 10-15, hatto ba'zi yerlarda 20 o'ringa tushib qolganligi ko'ngilni g'ash qilmay qo'ymaydi. Yanchuqdagi boyliqni ro'yi boyliqdan ortiq ko'rgan xalqning kelgusi qandoq bo'la? Boyliqqa bilgichi patqan, yeshi tex 25 ga to'shmagan bir savdogar yigit Olmaotadagi 25 qavatli Qozog'iston mehmonxonasining o'g'isiga zambirak so'rtib ochiqib, el uyquda yotgan tun 20da o'zining tug'ilgan kunining hurmati uchun salyut atqizibdi deb uqdim. Aytmatov. Biz demokratiyani har bir odam o'z xiyoliga kelganini qiladigan, oydaydigan to'sqinchisi, qo'ydaydigan xo'jasi yo'q rohat parag'atchilik deb qabul qildik. Yo'q, demokratiya deganning oldi va ong oldi bilan qattiq tarafi, ondan o'ziga xos cheklimasi va chegarasi bo'lishi kerak. Masalan, oila davlatning kichik ko'rinishi, uningmi dono boshchisi, ishonchlik hamroyi, bosh tortmas o'rindiqchilari bor. Demokratiya degan og'zimga nima kelsa shuni jo'ylash erkinligim bor deb kelin otaning soqoliga yomassa, o'g'il onasidan hayo qilmasa nima bo'lmoqchi? Uy ichiga barakat emas, qip-qizil jangi jadal elib keladigan, ro'yi madaniyatlik yildiz tatmagan demokratiyaning kimga kirki bor? Toji taxtidan ayrilib, avliyo elina orliq surgunda haydalgan Napoleon Bonapart hasrat bilan barmoqini qattiq tishlab, baxt bilan baxtsizlikning orliqi bir ilikla debdikan. Shuningga o'xshash bilib mangmasa, avaylab tutmasa, demokratiya bilan hukumatsizlikning orliqi jiroq emas. Shaxonov. Ashu hokimiyat bilan demokratiyaning o'zaro munosabati qandoq? Jiroqligi nada deb o'ylaysiz? Aytmatov. O'xshatib aytsak, hokimiyat deganimiz oy paltining beshi, demokratiya sepi. O sapni tutquchi kuchli qo'lning egisi qachonla bo'lsin xalq ekanligini asdan chiqarmagan tuzuk. Shunga bu ikkisini bir-biridan ayirib qarashning hojati yo'q. O'z beshimdan o'tgan bir ahvolni so'zlab beray. Bir kun kechda qizim Shirin, dada, avtobusda kelib portmolimni tushirib qo'yibdiman. Xafa bo'lmasangiz devidi. Ozg'ina pulning yo'qolganligiga emas, beparvoligiga, bo'libmi o'quvchilik kinishkasining yo'qolganligiga o'kindim. O'quvchilik kinishkasini qayta bajarib olishning zarurligini alayda eskartdim. Oradan 2-3 kun o'tgandan keyin Lyuksemburg soqchixonasining uyimizga telefon keldi. Soqchining menda nima ish bo'lg'ini degan dargumanda turibkani olsam, qizingiz portmalni yo'qotgan ekan, tepib olgan kishi bizga kelib topshirib berdi deydi. Soqchi bo'limiga Sherinning o'zini avatdim. Tepib olgan odam haqchon foydani ko'zlab pul elib oladi degan o'y bilan qizim kelgandan keyin narsalaringiz to'liqmikan desam, pulimmi, materiallarimni shu petichgan deb javob berdi. Hayron qoldim. Ham rostla rozi bo'ldim. Mana, har bir fuqaroning jamiyat oldidagi majburiyati degani shu. Portmalni tepib olgan kishi uni soqchiga akirib avara bo'lmayli yanchiqqa solsa, hech kimning uni o'g'ri demaydiganligi aniq. Qaraydigan bo'lsak, bu hokimiyat shakllantirgan xarakter bilan demokratiyaning haqiqati. Bu ikkisining biri buzilsa, ikkinchisi qing'aymay qolmaydi. Yo'qotganingni tepib olib qaytarib berish u yoqda tursin. Qo'lingdagini yulib elib oladigan bugungi jamiyatimizda hokimiyatmi, demokratiyami texchi mustahkamlanmay yotadi. Qizim bo'lsa, kishilar menga ixlosmandlik bilan muomala qilib, do'stonlikni isbotlayotgan yerda men bu yaxshilikqa yaxshilik bilan javob qaytarishim kerak deb o'z-o'zini ichki jihatdan tarbiyalab mavdi. Bu haqiqatan bek muhim. Mana bir misol olg'im keldi. Shu masjidlarning oldida hammadan oyog'ini selib kirib ketadi. Bu juma kunlarda odam bek chiq vaqtida. Chiqqan vaqtida shu hayit namozda hammadan mekim oyoq yurib turgan ishlar chiq bo'ldi-ku. Asli qanday desanglar, ash birinchi pay oyog'ini xato mengib kiyib menishi bilan nurg'unlagan oyoqlarning jupining xatolashib qolishiga sabab bo'ldi. Hammadan putuq kelganda kiyib mangdi, shuning bilan savob izlab namoz o'qig'averib, orqasidan qanday bo'ldi? Xalqning oyog'ini kiyib olib, xalqning haqqini yeb olib kelgandek ish bo'ldi. Bu yerda asli balkim bilmay diqqat qilmay o'qishib qolib degandek, iliq oyog'ini kiyib bu ish bunday ish bo'lib turdi. Masalan, menmi bir do'stimizning uyiga borgan vaqtida oyog'imiz shundan o'xshaydi ekan, kiyiblam tushib ketibdiman. Shu ozroq poshnasi farq qilamdikan kichikkin yeri.
Şunun bilan zat putum shundoq qistigandek bugambek o'tirib, bu putum ishib qoldimi deb mashinaga tushib oldida o'tirsam telefon keldi. Shuning bilan shu do'stimga "Aynur, oyoq putingizni qistavotамды" dedinglar. Shuning bilan voy, endi bek yaxshi ko'rman bu do'stimni. Mening bu putimning qistig'ini qanday bilgandi deb. "Ha, qanday bildingiz?" dedim. Desam, "U mening oyog'imda" dedi. Shundoq kulib ketdim. Shuning bilan oyog'imni ko'tarib chiqibdiki, oyog'ini sepmadim, oyog'imni kiyib ketdim. Bundan avval bulab turib bo'pmi erlarning oyog'i bek o'xshaydigan bir-biriga. Lekin demoqchi bo'lganim shu. Bir oyog'ini xato kiyib ketgandan keyin boshqa nurg'un oyoqlarning xato bo'lishiga sabab bo'ldi. Yana bir kun uyni tozalatib, qizim bir tal kampirning axlatini atamning tuyda bir yerga axlat qo'yganmiz, bir yerga qo'yib qo'yibdi. Uning yeniga balam axlatni tashlab qo'yibdi. Shuning bilan qo'pib, oya axlat dovasiga aylanib qoldi. Dedim balamga, "Go'zallikmi va sətlikmi mushundoq boshlanadi" dedim. Dastlab bir qadamni olgan kishi keyingilarning qanday qilishiga sabab bo'ldi. Biz Abil bilan Qobil qissasini o'qigan vaqtimizda oxiratda barliq qotillar Qobilning keyinida mangdi degan gap chiqsa, bolalarim shundoq bu nemish qanday bunda deb so'rab ketganda, shuni tushuntirish tushuntirib bo'lolmay qiynalib, nima ters tushundirgan. Shuning bilan darrov mushu misolni oldim. Dastlabda birisi bir yerga axlat tashlab qo'ygandan keyin, oqisin agishib bu axlatxonamga kelib, 2-3 odam tashildimi bo'ldi. U yer axlatxonaga aylanib ketadi. Agar birisi chiroyli bir tal gul tergan bo'lsa, bu yer gullikkan deb hammadan hargiz u yerga axlat tashlamaydi. Bir insonning insonligi va fazilati bir yerni go'zallashtirishi bilan. Agar eski axlatxonni go'zallashtirsa, u ajoyib qaltis bir ish. Ammo shu go'zallashtirish bilan biz inson bo'lmaymiz. Bizning qilganimiz boshqalarga ham ta'sir ko'rsatadi deb. Miyada Chingiz Aytmatovningki, qizininki bir yutib ketgan portmonini qaytarib berish qizning hayotiga bir umr ta'sir ko'rsatadi amaliyotda. Yana qaysi kuni biz ketib mashinaning velosipedining chaqig'iga bir narsa kirib qoldi. Uni kesib avtishimiz kerak. Qaychi yo'q. Shuning bilan velosipedni to'xtatib bilan sal oldimizda bir uyning oldida bir oila kishilari paranglashib turibdi ekan, mashinaning oldida bir yagmanga o'xshaydi. Shuning bilan biz undan so'radik, "Qaychon bo'lsa berib turamsizlar, mana bundaq kirib oldi" desak. "Ha, ma'qul" deb nihoyat xushallik bilan kulib turib, qaychini chiqib berdi. Biz kesib bilan shuning bilan uni chaqdan chiqarib deb mashina haydab mangdik. Balam nim deydi? "Appa, men ishdan boshqalarga yordam bergan kishilarni bak yaxshi ko'rman" deb. Shuning bilan dedim, "Sening shunday yordam bergin keldimi?" desam, "Ha" deydi. Balam, "Sen birisiga yordam bergan vaqtida boshqalar ashula suyunib ketib, uningmi yordam bergisi keldi. Shuning bilan hammadan bir-biriga yordam beradigan bek go'zal bir jamiyat mushtaq barpo bo'ldi, mushtaq shakllandi" deb. Bu yerda da'vatgan narsa dal ashu shu. Kichik harakatlar, men bir odam nima qila olmaydim. Hargiz unday qaramaslik kerak. Bir kichik odam xuddi kepinak effekti deganga o'xshash, domino effekti deganga o'xshash. Biz bir odamning u qilayotgan ish kichik bo'lishi mumkin. Ammo uning ta'sirida va uning keyinda keladigan nurg'un go'zalliklarni biz bilmaymiz. Shuning ashta umid bilan bir ishimga ming savob deb turib ishinib yaxshilik qilishni davomlashtirish kerak. Demokratiya deganimiz G'arbning chakana odatlarini, o'z millatimizning iymon ixlosiga yot beadab qiliqlarni yoki ba'zi islom davlatlarining diniy sopizmligini o'z bit qabul qilaverish emas. Shahanov. Xalq iqtisodiy, ro'yi jihatdan kirsizga patqani bilan yangi ijtimoiy munosabatning o'tkir qoidalarini keyin-keyindan qabul qilmoqda. Mushundaq turoqsiz vaziyatda O'rta Osiyo davlatlari G'arbning taraqqiyot yo'lida mangamdi yoki Sharqdagi davlatlardan ta'lim olamdi yoki bo'lmasa o'ziga xos alaylikni saqlab qolamdi degan savollar o'tirg'a chiqdi. Aytmatov. Buning o'zi yangidan mustaqillikqa erishgan yosh davlatlar uchun ko'ngil bo'lishga tegishli masala. Faqat o'zimizdan ko'z tutqachqa yangilik uchurdikmikin, tamtirab hozirgacha nom nishonimizni aniq bilolmay kelayotgandek qilamiz. Demokratiyaning mas'uliyatchanligi Zongtungdan tortib davlatning har bir fuqarosigacha yuklandi. Demokratiyaga erishdik, osmondan oltin yog'di deydigan xiyollardan xoli bo'lishimiz kerak. Biz ko'zlayotgan ko'ngildagidek jamiyatning orlig'i texi yiroq. Buni tegi-tektidan, butun kelgusidan tushunish zarur. Qo'lingdagi huquq va fursatlardan shaxsan o'zing uchun foydalanmay, xalqingga yaxshilik qilishga yuzlansanglar, demokratiyaning guli ichiladi. Shunga hozirgi vaziyatning mas'uliyatchanligi ko'ni sistemaning tartibidan kuchli bo'lishi kerak deb hisoblayman.
kechiringlar, uzilib qoldi. Shahanov. Og'izda sha'ar oladigan ba'zi tentaklarga g'animat fursatlar keldi. Demokratiya to'niga o'rnib olib, yuqoriga yamishib chiqadi-da, zo'ngtungdan tortib hammasini keraksiz qilib o'tadi. Jim tur deydigan hech kishi yo'q. Yana ba'zilarning ko'nglini xush qilish uchun olqini og'irg'uchi chavak chelishi mumkin. Undaqda haqiqiy demokratiya deganimiz bir-biridan nuqson izlab, ko'langisini o'lchab, sinab yuraverishmi? Xalqimizga ushtum tutgan erkinlik bilan mustaqillik bizni taraqqiyotning qaysi nishoniga boshlab mangdi? Chiqadigan yakun, beradigan natijasi qandaq? Qirg'iz davlatining parlament saylimida qaysi shumliqlar bo'lmadi deysiz? Yurt top-topqa, jamoat-jamoatga, yerlik-yerlikka bo'linib, asli bir otaning naslidan ekanligini esidan chiqarib, o'zaro tepishib, shikoyat qilishib ketdi emasmi? Namzatlık göstərilən birisi öz sayılğıçılarına ayaqda qatqan, biroq hammasiga birli foydan edi. Bu hamoqat "Manga ovoz beringlar, raqobatchilarimni yengib chiqsam oyog'ning yana bir pini olasizlar" deb qo'ng'altiq bo'lib ketgan xalqning yig'irig'i tegidi. Qolgan raqobatchilar qarab tursinmi, pulni samonda xajlab, aroqni suvda qo'yib, yog'liq ro'mol, kiyim-kechaklarga bexillik qilmaydi. Mana bu saylamning ajoyib yeri shuki, natijada oyoqda qatqanning baxti ichilmaydi. Shundaqdimi ashundaqlarning nurg'unlari parlamentga kirib ketdi. Bir chaqlarda o'zimiz salom berishga nomus qiladigan, ro'yiti namrat, biroq qiziqishi, mansab yoki shaxsiy muddasi uchun ota-onasini biroqla setib etishga tayyor turadigan haromzodalarning nurg'unlari hozir beyib ketdi. Butunlay shaxsiylashtirishning hovliqini ko'rganlarmi, ashu chaqqonlar bo'ldi. Odatdagi xalqning taqdiri shularning qo'lida. Mushu ahvollardan bilishga bo'ladiki, bu bizning demokratiyadan erishgan dastlabki yutuqlarimiz. İlgari Qozoqlarda 200 dan ortiq cheklash qoida qonunlari bo'lgan. Masalan, suv ichayotgan quduqqa tükürme, nonning ustiga narsa qo'yma, non tuzini dasima, uyga yaqinlaganda yugurma, cho'nglarning oldidan to'g'ri o'tma, cho'nglarning so'zini bo'lma, to'rda ularning yuqorisida o'ltirma, ota-onangga gap yondirma, meyib kishiga kulma, kishiga qurol tanglama, kishiga kayningni qilma, molning beshiga urma, quruq böshükni tavratma, uyda o'ltirib isqirtma, bosh kiyimni oyoq tarafga qo'yma, o'limga pad qilib berib boshqa uyga kirma. Chumulinin uvusini, qushning changisini buzma va boshqalar. Mushunga o'xshash cheklash qoidalari uzluksiz to'planib, milliy alayligimizni, madaniyatimizni, tilimiz ham dilimizni, e'tiqodimizni ko'z qarchig'idek asirdi. Ya'ni milliy ideologiyaning vazifasini o'rindadi. O'z ko'zim ko'rgan mundaq ish ömür bo'yi esimdan chiqmaydi. Grozillarning ota-bovasidan tortib davomlashib kelayotgan to bugungacha ahamiyatini yo'qotmagan bir an'anasi bor ekan. Kimdi-kim qiz chiqarsa, Shota Rostavelining Yo'lbos terisi yepingan Batur degan dastonini uning eng oliy qizmili sifatida hadiya qiladi ekan. Har qanday zamonaviy uy jabduqlarining ichida dastonning tutgan o'rni alohida ekan. Chunki u ona vatan o'zgichiligi, uning azmat o'g'lonlarining boturligi bilan vijdonliligini madiylaydigan ulug' asar. Shunga har bir Grozin oilasining eng qimmatli mulki hisoblanadi. Agar boshqa qiz mollarining hammasi bor, faqat yo'lbos terisini yepingan Batur dastoni yo'q bo'ladi ekan, u chog'da qiz mili mukammal qiz mili hisoblanmaydi. Bu ota-onaga nisbatan ig'ir bir sinoq. Bizningki Uyg'ur xalq adabiyot qomusi 12 qism chiqqan. 12 qism, har birisi 400 yuandan 4800 yuandan. Shu kitob chiqqan vaqtda men kelgisi to'y qilib qolsam mushuni o'zimga to'yliq solma deb o'ylaydim. Men to'y qilgan chog'da bu kitob tugab ketdi. Oldingi qatam shu Teklamakan nashriyatida bostirib chiqarib turadigan o'xshaydi. Kitobning PDF nusxasi bor deyman. Nimada? Ammo mishada shundoq kitoblarning saqlanib qolishi, mush kitoblarning to'g'ri yuzida elektronlik holatda PDF shaklida saqlanib qolishi uchun ajr singan kitobini berib turgan, shu kitobni PDF qilgan, to'g'ri chiqargan yoki shu kitoblarni saqlagan, vatandan chiqqan, qadrini bilgan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan. Nurg'un narsalarni to'g'ri ba'zi izlab topa olgan vaqtimda shundan suyunib ketaman. Topolmagan vaqtlarimda kimning qo'llarida shu kitob bordi, kimning nasida qaysi kitob bordi deb bek izlab ketaman. Ishqilib kitob saqlagan, shu kitoblarning davomlashishi uchun ajr qilgan hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Masalan, Kanadada qeri teraklarning musobaqasini o'tkazib, eng uzun yashaganlarini maxsus medal bilan mukofotlash an'anasi bor.
Aşı medallar uzun zamanlarını beşidən ötküzgən teraklarga esib qo'yiladi ekan. Ularning an'anani davomlashtirish ko'z qarashi va tabiatga bo'lgan kuyimchanligiga ixtiyorsiz hayron qolasiz. Estoniya bilan Latviyada bo'lsa, barliq qeri daraxtlar har yil tizimga ilinadi. Qaysi bir yil Estoniyaning Muxu orolini sayohat qilib o'tib, yog'och do'llarining ustiga ko'mtirib qo'yilgan quruq, chirib o'ng'il-do'ng'il bo'lib ketgan qiyiqlarni ko'rib qoldim. Buning sababini so'raganimda, bu qiyiqlarning har qaysisiga oz deganda 150-200 yil bo'lgan. O'z vaqtida ota bovlarimizga halol xizmat qilgan. Ular mushu qiyiqlar bilan suyguni bilan uchrashdi. Bola chaqasini boqdi, o'z millati uchun xizmat qildi. Yana bovlarimiz bu qiyiqlardan faqat yaxshilikni ko'rdi, ammo yaxshilik unutilmaslik kerak deb javob berdi. Har bir xalqning yuksak insonparvarligiga chetiladigan milliy an'anasining bo'lishi nima degan zo'r boyliq, a? Aytmatov. Sözün rast. Neçə əsrlərdən boyu, tili, dini etiqadi, başqa-başqa bo'g'ini bilan insoniyat jamiyati tanlab tasqab vujudga chiqargan o'rtaq nishon, o'rtaq ko'z qarash yo'q deb aytolaymizmi? Xuddi shukri bor, Xudoga shukri bor. Ammo erkinlikning yo'li shu ekan deb ba'zi bir beadab xarakterlarni butkul madaniyatga ulgu qilib sunsichu. 1993 yili manga Berlinda o'tkaziladigan xalqaro kino bayramining bog'lovchilar guruhiga a'zo bo'lib bersangiz deb taklif qildi. Amerika, Ispaniya, Angliya va boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlardan kelgan kino va adabiyot bilarmonlari bosh qo'shibdi. Sobiq Sovet ittifoqidan meni chaqirtibdi. Guruh a'zolarining gaplari, ko'z qarashlari xilma-xil ham qiziq. Balki men ularga qiziqarli kishi bo'lib tuyulgandiman degan o'yda ular bilan birlikda ishga kirishdim. Vazifamiz bayramga qatnashtirilgan filmlarni tekshirib tadqiq qilib baho berish, ortiqchiligi va yetarsizliklarini odil etish. Ajoyib esil filmlar ko'rsatildi. Xatolashmasam, navbat amerikalik rejissor ishlagan filmga kelgan edi. Texi baholash qo'yilmasdilla guruh a'zolari bir-biriga pichirlashib, buningdan yaramligi yo'q deb maqtab ketishdi. Filmning temasi Kubaga munosabatlik. Dastlabida hozir Kubaning jafo mushaqqatlik, hasratlik taqdirini tasvirlaydi deb o'ylab İçimdə texmi qiziqib ko'rishga oldirdim. Qarasam, filmning ko'tarib chiqqan asosiy masalasi Amerikada bachchavozlikqa to'liq erkinlik berishni quvvatlash, uningga da'vat qilish ekan. Filmning qisqacha mazmuni mundaq. Fidel Castroga haqiqiy qoyil bo'lib partiyasiga kirgan bir yosh yigit xizmat jarayonida o'z yurtdoshi bo'lgan bir kishi bilan tanishadi-da, yaqinlardan bo'lib qoladi. Eliq kishi bachchavoz ekan. Castroni qo'llagan partiya a'zosi bachchavoz aytgan gaplarni anglab va uning badqiliqlarini ko'rib, uningdan o'zini tortmasdan yanada butun ishtiyoqi bilan berilib, uning oshnasi bo'lib ketadi. Siyosiy ko'z qarashdan yiroqlab, odamiyligini yo'qotadi. Film baholash guruh a'zolarining muzokarasi qo'yilganda, mendan boshqa 12kisi sholalarini yiqitib, qo'ltistab maqtab valoqlashdi. Menla yolg'iz qoldim. Sizlarning fikringlarga qo'shilmayman. Hatto bu filmni ziyonliq deb qarayman, dedim o'rnimdan turib. Buning hammasi turmushda bo'lib turdi. Buningga chora yo'q. Hayotlikda nimalar bo'lmaydi? Biroq bu eng iflos, nomussizlarcha bulg'unishni ekranga chiqarib, betchivozlikdan qahramon yasab, millionlagan tomoshabinlarning o'y-xayollarini buzib, yomon yo'lga itirganlik. Odam bolasining erkinligi hech qanday kishining to'sishiga bo'lmaydi. Hatto zungtong bo'lsimi, haqiqiy demokratiya degan shu. Siz buningga qandaqsiga qarshi chiqsiz deb qolgan o ikki kishi menga keyni-keyindan koyib ketdi. Odamning or nomusiga, odamiylik sufatiga men emas, sizlar nuqson yetkazyapsizlar. Betchivozlikni odam bolasiga zo'rlab tangmoqchi bo'lyapsizlar. Qandaqli bo'lmasin, erkinlikning belgisi betchivozlik emas. Biroq sizlarning bu badqilqinglardan qarshi chora tizginlagich kuch bor dedim. Qisqasi qattiq chechildim. Shu voqeadan keyin cho'nqur o'yga cho'kdim. Men nima sababdan yolg'iz qoldim yoki yangilik ko'nammadimmi? Yangilik degan qisman davrlarning turaqsiz tirikchilikning talabidir balkim. Biroq u ba'zida bor, ba'zida yo'q narsa-ku. O'sha yangilik bizni bugun betchivozlik so'rab kirsa, at qayoqlarga boshlakin? Oxiri odam bilan hayvonning farqini topolmay qolamiz-ku. Ammo milliy tarbiya, ichki madaniyat bizni undaq illatlardan saqlab, paskin hayotdan farishtadek qo'g'daydi. Agar odam bolasiga xohlagancha erkinlik bersak, o'y xiyoli qo'g'ishindek balqib turgan yosh o'smirlar asr bo'yi uzilmay kelayotgan milliy adab, axloq, urf-odatlarni yiroqqa cho'rib, markazda sot tashabbus qilgan hayvonlik nuqtasi ketavermamdi. Mening təvərənməy çiң turub alğaным səbəb boldumı qandaq? Film baş mükafotga emas, odatdagi mukofotning biriga erishdi. Qiziq yeri shuki, keyin shu filmni Nyu-Yorkda o'tkazilgan kino bayramiga ilib borgan ekan, bosh mukofot Oskar mukofotiga erishibdi. Buni men hozir keng turda yamarab ketayotgan tushunchalar ag'dirmichiligi, odamgarchilik nuqtasini olgan farqsizlik va baho berishdagi qalaymaqonchilikning odatdagi misoli deb hisoblayman.
Hə, bu narsalarga haqiqatan bek ahamiyat berish kerak. Bugungi misal shunday bir misolni degim kelib qoldi. Bugungi kunda, erkinlik nomi ostida erkinlik degan shunday bo'ladi, demokratiya degan shunday bo'ladi. Boshqalarning erkinligi va demokratiya chegarasini buzib faqat o'zingninki doirasida qolib qolgan va shu yashayotgan to'plamdagi kishilarning o'rtaq ko'z qarash, o'rtaq qimmat qarashlariga buzg'unchilik qilmagan holatdagi demokratiya andin sanga loyiq demokratiya bo'ladi. Bugungi kunda Facebook deymiz, ijtimoiy taratquv vositalari nurg'un narsalar bor. Instagram bor, undan keyin Twitter, Facebook eng ko'p shu jangi jidal shaltoq shu birmalar bo'ldigan kengri uzun bir mezib, uzun qila oladigan, uzun filmlarni yo'llay oladigan ya shu Facebook o'xshaydi. Men yangi bu bu ijtimoiy taratquv vositalarini yangi ishlatyapman. Shunga bek bu sohada bilmayman, lekin Mush Facebook'da mayli yezilayotgan yozma bo'lsin, yozmalarning ostiga tushayotgan inkas bo'lsin. Ashuni yozayotgan vaqtida balkim bosh surti boshqa, ismi boshqa. Uni balkim birisi bilmaydi. O'zininki materiallar qatoriga ya turayotgan yeri, o'qigan maktabi hech bir narsani qo'ymagan. Ammo yozayotgan inkasda sen o'zingning kimligini tanimamsan. Sen ashu xatni, ashu mehnat gapni, ashu narsalarni, ashu haqoratni degan vaqtingda ashuni o'zingning og'ziga va o'zingning kimligiga yorishidi deb o'ylamsan. Qancha g'azabing kelib ketsin. Xudoyim ko'rmamdi. Ash qarshidagi temadagi mayli rost mayli yolg'on bo'lsin, bu nima narsa? Ba'zi ajoyib haqorat, ajoyib inson, ya'ni o'qisimi ko'zining nuri yiqib ketgideklar birmlar, ba'zi ashtaq set gaplar yezildiki. Buni Alloh ko'rmamdi. Uni nimish qo'rqmaysa? Ismi masalan kelaqadek Allohning sifatlarining oldiga Ulla, Bulla deb ismni qo'yib olib, musulmonningki shiri, uning botiri, buning jangchisi deb yezib olib, musulmonga loyiq hech bir narsa yo'q. Ya'ni bu yerda u hadislarni yoki oyatlarni bahrlash Alloh rozi bo'lsin. Ammo uning inkoslari ba'zi masalan ashtaq ism bilan inkas yozayotganlarning hiliq rehimsiz ashundaq sat ig'izdan po'qoq qizib yozgan inkaslarni ko'rgan vaqtimda payg'ambarimizni hechmi, hiliq o'zining ismini hechmi o'qib qo'ymamdi bular. Payg'ambarimizni o'rnak qilib yashaymiz dedik-ku biz. Hayotida bir qitim birsiga bir yuqori ovozda baqirib boqmagan, og'zidan bir set kelib chiqib boqmagan payg'ambarimizni o'rnak qilib musulmonlik axloqimizda bo'ldi. Yana bu yerda demokratiyani xato bilish ma'qul. Hamma odamdan u maqomni, u saviyani kutolmasakmi, eng oddiy bir inson bu yerda demokratiya deb o'zi xohlagancha u yerga chichib qo'ysa bo'lmaydi. Hamma odamning o'rtaq bir to'r bo'shliqidagi ra'yini. Shu narsalarni biz xalqimizga bildirib bo'lolmaymiz. Shunday o'g'achqa nurg'un masalan bir janggohga o'xshatsak, mayli dushmanlarga bo'lsin, mayli bizga ziyonli taraflarga bo'lsin, nihoyatda yaxshi shunday so'rin hozirlab bergan bir yerga aylantirib qo'yishga biz sabab bo'lyapmiz. Shunga demokratiyani to'g'ri tonish intayin muhim. Bugungi o'qishimiz mushayicha bo'lsin, davomida o'qiymiz. Rahmat, Allohga omonat.